Bismillahirrahmanirrahim. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlayman. Assalomu alaykum. She'riyat olamidan kanalim qatnashchilari, YouTube muxlislari, sizlarga bugun Allohning ulug' kitobi Qur'oni Karimdan sharhlar Shayx mufti Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning tafsirlaridan o'qib bermoqchiman. Marhamat, eshiting. Nafaqa qiling, yaxshiligingiz ota-onangizga, yetim beva bechoralarga, miskinlarga, qarindosh urug'laringizga bo'ladi. Izoh: ajr mukofoti, ajr savobi esa Allohdan. U zot mehribon va rahmli zotdir. Baqara surasi 215-oyat. Mu'minlar, musulmonlar sizlarga yoqmasa-da, kofirlarga qarshi jang farz qilindi. Xohlamagan narsangiz siz uchun yaxshi, yo aksincha xohlagan narsangiz siz uchun yomon bo'lishi mumkin. Buni faqat Alloh biladi, siz bilmaysiz. Izoh: gap odamga yoqadigan, yoqmaydigan narsada emas. Gap uning foydasidadir. Ikki dunyo saodatini olishingizni taklif qiladi Alloh sizlarga. Baqara surasi 216-oyat. Alloh buzg'unchini ham, isrofchini ham juda yaxshi biladi. Xohlasa ularni boshiga yaxshigina qiyinchiliklar soladi. Izoh: yetimga xayr qilish juda baraka beradi. Anom surasida aytilishicha, kim yetim haqqiga xiyonat qilib yaqinlashsa, uning do'zaxga kirishi aniqdir. Baqara surasi 220-oyat. Mo'min qul mushriklardan albatta yaxshidir. Mushriklar do'zaxga chaqiradi. Alloh izn irodasi bilan esa jannatga taklif qiladi. Izoh: nikoh insoniylikda eng muqaddas ishdir. Bunda qalblar birligi, aqida birligi birlashadi va hayot yo'lini ham birlashadi. Birlashadigan diniy nuqtai nazardir bu. Baqara surasi 221-oyat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqida rivoyatlardan, hadislar, donalar bisotidan va xalq hayoti chig'iridan o'tgan muborak o'gitlardan o'qib beraman. Devocha: erkak ko'zi bilan ko'radi, ayol qulog'i bilan ko'radi. Zulm ko'rsang qasos olma. Kuzat, qadarni ko'rasan. Qadar hisobni ko'rishda juda ham tengsizdir. Ayiq qishga zahira yig'adi, tayyorlanadi. Inson ham oxirat kuni uchun hozirdan yaxshi amal to'plash kerak. Boshingga ish tushsa, qarindoshingning eshigiga bor. Agar u eshigini ochmasa, demak unda ko'zing ochiladi. Halol Alloh chegarasidir. Haloldan keyingisi harom chegara undan tashqarida. Ochlarni to'ydirish iymondandir. Mashaqqatlar hujumi niyatlaringni chalkashtiradi. Ikki kishi roziligini ol, biri otang, biri onangdir. Ikki narsani unutma: Allohni va oxirat hovlisini. Ikki narsani qo'rqma: rizq va ajaldan. Siringni Alloh va nafsing orasida saqla. Muammoga duch kelsang, 4 narsani qil. Qiyinchilik, zahmat hammasi o'tkinchi o'tib ketadi. Taqdiringga yozilgan bo'lgan uchun ham shukr qil. Undan qocholmaysan. Bundan-da katta muammolarga duch kelish mumkin edi-ku. Ishon, sabr qil, Alloh seni albatta ajr savoblar bilan mukofotlaydi. Allohga yolbor, taqvo qil, kutmagan tomondan senga rizq beradi. Aqllilar turli bo'ladi. Buyuk aqllilar bor, g'oya va mulohazalar bilan fikr qiladilar. Oddiy aqllilar bor, voqea va hodisalar bilan fikr qiladilar. Kichik aqllar bor, odamlar haqida fikr yuritadilar. Jasad xizmat qilishga yaratilgan, ruh esa unga buyruq berishga. Odamdan mukammallik izlama.
doim yaxshi tomonini izla. Juda yomon odam ham Xudo yaratgan odamdir. Yaxshi tomoni bor uni ham. Sadaqa cho'ntakdagi gunohni yuvadi. Chaqimchilik hukmi chaqimchilik haromligidadir. Quvvating, asabing salomat ekan, mag'lubiyatni hech tan olma, qabul qilma. Hayotda tiniq, puxta fikr qil va Allohga tavakkul qil. Ishon. Xudo xolasa rejali ishlaring amalga albatta oshadi. Qo'rqoq o'limdan oldin bir necha marta o'ladi. Mard esa bir marta o'ladi. Yoshlik keksalikka tayyorgarlikdir. Hayot esa o'limga tayyorgarlikdir. O'lim senga emas, sen o'limga tayyor bo'l. Alloh xursandchilikni sevadi. Salomni, tabassumni sevadi. Yaxshi ko'radi. Chegara ochiqligini yaxshi ko'radi. Halol rizqni yaxshi ko'radi. Har tong insonlardan 8 narsa talab qilinadi. Alloh sendan farzni talab qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatni talab qiladi. Zaman sendan o'tmishni talab qiladi. Ahli oilang sendan rizq talab qiladi. Kotiba farishtalar esa sendan so'z talab qiladi. Shayton esa sendan gunohni, nafsing shahvatini talab qiladi. Azgori esa sendan jon talab qiladi. Erkak ustida meni hurmat qil degan qog'oz yozilgan. Ayol ustida esa menga vaqt ajrat degan qog'oz yozilgan. Xullas, eringga hurmat ko'rsat, sevadi, vaqtini ham ajratadi. Ayolinga mehr ko'rsat, hurmat qiladi. Baxt kuchi ko'zi ko'r. U gap gulga qo'nsa, gap go'ngga qo'nadi. Inson o'zi yaxshi ko'rgan narsalardan sadaqa qilmas ekan, u hech qachon jannatga kirmaydi. Isrofchining boshiga shaytonning boshiga tushgan kunlar tushadi. Rostgo'y odamni Alloh baloga giriftor qilmaydi hech qachon. 4 narsa bor, sotib olib bo'lmaydi. Sotib ham bo'lmaydi, sotib olib ham bo'lmaydi. Ular esa mehr, sadoqat, vafo, umr. Ular juda ham qadrli va bebaho qimmatlidir. Hayot harakatda, harakat kuchanishini talab qiladi. Ish bitgach esa bemalol orom olish mumkin. Tug'ilganingdan boshlab sog'lig'ingni o'ylaydigan, Allohdan so'raydigan bitta ota-onang. Ko'zingni shayton tuzog'iga ilintirma. Chunki shayton ko'z orqali hujum qiladi. Banda tadbir qilsa, Alloh taqdir qiladi. 3 kishiga Alloh so'z qotmaydi. Qazzob podshoga, zinokor odamga, mutakabbir kambag'alga. Baxtsizlik Alloh taqdiri sabab bahonasi bilan keladi. Hayotda insonlar uzilmas qarzi bor. Bu albatta ota-onaning mehridir. Kechasi kuningni qalbingga joyla, ertangi kuningni bugundan so'ra. Savdogarning oltin qoidalari. Temir intizom savdogarda halollik, rostgo'ylik, mardlik, shirin muomala, sergaklik. Til bilan yetkazilgan jarohat, til bilan yetkazilgan jarohatdan og'irdir. Rizq sabrli, kamtar, iffatli insonlarni o'zi axtarib keladi. Oilani boshqarish ayolga emas, erkaklargadir. Ayolga ham quvvat beruvchi erkakdir. Ijodiy sahifa. Al-Buxoriyning Al-Sahih al-Jomi kitobidan olingan. Oysha onamiz naql qiladilar. Arab qavmidan birining yosh negri qiz joriyasi bor edi. Uni u ozod qildilar. U qiz yosh kelinchak bilan o'ynagandan toqqa chiqdi. Kelinchakning qizil to'g'nog'ichi bor edi. U ko'ksidan olib bir joyga qo'ydi. Bir qush fir etib uchib kelib, go'sht deb o'yladi shekilli, olib qochdi. Ular taqinchoqni rosa izlashdilar. Topa olmadilar. Keyin negri qizga sen olding deb tuhmat qildi ayol, kelinchak. Hamma yoq, hatto lozimigacha yetib ko'rishdilar. Shunda boyoq qush yana ortga qarab o'tib taqinchoqni tashlab o'tdi yerga. U kelinchak tuhmat qilganiga afsus qildi. Negri qizcha esa gunohsiz ekaniga xursand bo'ldi va islomga kirdi. Buni eshitgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedi: "Bu ham Allohning ajoyib votidir.
kufr olamidan qizchani qutqardi dedi. Sadaqa halol yo'l bilan topiladi. Boylikdan qilingan sadaqadir. Alloh boqib baraka berib katta qilgan toychoqda yana o'zingizga qaytardir bergan sadaqangiz Alloh tomonidan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytib, yarimta xurmo bilan bo'lsa ham sadaqa qiling. Do'zax o'tidan saqlanasiz. Bir misqolcha bo'lsa ham sadaqa qiling. Alloh osiy kofir fosiqlarni yomon ko'rar. Yaxshi amal qilganlarni esa mukofot berur. Mukofotlar va xavf xatardan g'amdan uzoq qilar. Tunga kirishingizda ham, tongga kirishingizda ham Allohni poklab yod eting. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning duolari. Ey Rabbimiz, biz nizo qiluvchilarni Rabbingizga iymon keltiring degan nidosini eshitib qoldik va darhol iymon keltirdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duolaridan. Hech narsa bo'lmaganda sabrni, hamma narsa bo'lganda esa axloqning kimligini aytadi. Al-Buxoriydan. Boylikni to'g'ri sarf qilmoq haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadi. Bir kishi bundoq deydi. Faqat ikki narsaga havas qil. Alloh bir kishiga mol dunyo bergan bo'lsa, uni yaxshilikka sarflasa havas qil. Alloh bir kishiga hikmat ata etsa, uni ilmdan boshqalarga ham o'rgatsa havas qil. Zakot bermoqchi bo'lgan odamning gunohi, zakot bermaydigan odamning gunohidir. Gunohi shu. Alloh bu xususda agar tavba qilib, namoz o'qib, zakot bersa, sizning dindoshingiz deydi. Agar yaxshi amallar qilmasa, xazina to'la tilla bo'la turib, jamlab Alloh yo'lida sarflamasa, qiyomatda mol dunyosi jahannam o'tida kuydirilib, boshiga, peshonasiga va ikki biqiniga, orqasiga bosilar ekan. Azizlarim, shu bilan bugungi eshitishimiz tamom.